Senda ayb yo'q. Xo'p. Unda nimaga bu gapni gapiryapsiz? Qanday aytsam ekan? Xullas, men boshqasini yaxshi ko'rib qoldim. Nima? Kim u? U Rossiyaga ishlagan kelgan ekan. Boshida ish topishiga yordam berdim. Qiynalib qolgan ekan. Xullas unga rahmim keldi. Keyin yoqtirib qoldim. Nimalar deyotganingizni o'zingiz eshityapsizmi? Bir ayol yordam so'rab kelsa, yaxshi ko'rib qo'yasizmi? Nimalar deyapsiz o'zi? Sora bas qilgin. Men 3 yil sizni yo'qligingizni bildirmasdan ota-onangizga qarab yashab keldim. Keling deb aytmadim ham, to'g'rimi? Ishingizni to'g'ri tushundimmi? Ey, minnat qilmagin. Sen kelinsan. Bu kelinlik vazifang. Men sizga minnat qilayotganim yo'q. Sora, men ham mate qilganim yo'q. Sen kuchli ayolsan. Sen meni tushunishing kerak. Bu har bir insonda bo'lishi mumkin-ku. Kuchli ayolman. Xo'sh, kuchli ayol bo'lganim uchun meni tashlab ketishingiz kerakmi?